Bugun sizlar bilan O'zbekistonda eng ko'p kutilayotgan avtomobillardan biri 2026 yilgi Chevrolet Damas haqida gaplashamiz. Ha, aynan Damas. Yillar davomida tadbirkorlar, oilalar va kichik biznes egalari uchun ishonchli hamkor bo'lib kelgan ushbu mashina endilikda butunlay yangicha ko'rinishda namoyon bo'lmoqda. 2026 yilgi model zamonaviy dizayn, yangilangan texnologiyalar va yanada qulay salon bilan taqdim etilishi kutilmoqda. Tashqi ko'rinishiga e'tibor qilsak, old panjara qismi yangicha uslubda ishlangan, faralar LED texnologiyasiga o'tkazilgan va bamper yanada agressiv ko'rinishga ega. Bu esa Damas'ga nafaqat amaliy, balki zamonaviy shahar furgoni qiyofasini beradi. Kuzov shakli avvalgidek ixcham, lekin aerodinamik chiziqlar bilan boyitilgan. Bu esa yoqilg'i tejamkorligini oshirishga yordam beradi. Ichki salon ham sezilarli darajada o'zgargan. Old panel minimalistik va qulay dizaynda ishlab chiqilgan. Rul boshqaruvi yangilangan, asboblar paneli esa raqamli displey bilan boyitilgan bo'lishi mumkin. O'rindiqlar yumshoqroq materialdan tayyorlangan va uzoq masofalarda ham haydovchi va yo'lovchilar uchun qulaylik yaratadi. Eng muhimi, yukxona hajmi saqlanib qolgan, hatto ayrim ma'lumotlarga ko'ra yanada kengaytirilgan. Bu esa kichik biznes egalari uchun katta ustunlik demakdir. 2026 Damas nafaqat yuk tashish, balki oilaviy foydalanish uchun ham mos variant bo'lib qolmoqda. Apps va havo yostiqchalari kabi opsiyalar yangi modelda mavjud bo'lishi ehtimoli yuqori. Bu esa Damas'ni yanada xavfsiz va zamonaviy qiladi. Endi esa eng qiziq savol, narx va bozor masalasi. 2026 yilgi Damas O'zbekiston bozorida hamyonbop segmentni saqlab qolishi kutilmoqda. Chunki aynan arzonligi va xizmat ko'rsatish xarajatlarining pastligi uni yillar davomida mashhur qilgan. Agar yangi model ham shu an'anani davom ettirsa, u holda yana bozorda yetakchi o'rinni egallashi aniq. Ayniqsa, kichik biznes, yetkazib berish xizmati va oilaviy ehtiyojlar uchun bu avtomobil ideal tanlov bo'lib qoladi. Shuni ham aytish kerakki, Damas brendi yillar davomida o'zining mustahkamligi bilan ishonch qozongan. 2026 yilgi model esa ushbu ishonchni yangi bosqichga olib chiqishi mumkin. Zamonaviy dizayn, yaxshilangan texnologiyalar va tejamkorlik uyg'unligi uni nafaqat O'zbekistonda, balki boshqa bozorlarda ham talabgir qilishi ehtimoldan xoli emas. Agar siz ishonchli, iqtisodiy va ko'p funksiyali van izlayotgan bo'lsangiz, 2026 Chevrolet Damas siz kutgan yangilik bo'lishi mumkin. Demak, yangilanishlarni kuzatib boring va ushbu model haqidagi so'nggi ma'lumotlarni qo'ldan boy bermang.